2025-yil 11-dekabr Bekobod tumani. Tunda yo'l chetida ketayotgan piyoda urib yuborildi. Agar marhumning telefoni voqea guvohi tomonidan topib olinmaganda jinoyat siri suv ostida qolishi mumkin edi. Voqea sodir bo'lganiga 6 kun bo'ldi, ammo Sirdaryo oqimi ostida qolgan bir inson taqdiri hali ham javobsiz. Ko'rib turganingizdek, suv oqimi kuchli, daryo ham kichkina emas, uning ustiga yomg'ir tinmayapti. Marhumning yaqinlari, mahalladoshlari daryodan jasadni topish umidida ovloq hududni tark etmayapti. Ichki ishlar xodimi akam telefonni topgan. Shu bilan o'sha yerda men ismim chiqqan. Shu bilan menga telefon qilgan bo'lgan. Ichki ishlar xodimi edi. Shu odamga rahmat lekin. Bo'lmasa xabarimiz yo'q, ishda yuribdi deb yuraverar ekanmiz-da. Tungi 3da telefon qildi, kela olasizmi dedi, aytdim, ha dedim. Shu bilan keldim. Kelsam, xullas shunaqa voqea, shunaqa ichki ishlar gapirib berdi hammasini. Ota-onangiz eshitib qanaqa ahvolga tushdi? Ota-onamga endi men ayta olmadim. Boshida onam yo'q, dadam bor o'zi. Keyin akamni ayollari bor. Endi ular to'xtamay telefon so'rab yotdi, ularga nima deyish bilmayman endi. O'sha men bu yoqda bilib bo'lganman hammasini. Obedgacha ayta olmadim. Biz oxir keyin aytdim, baribir aytmasam bo'lmadi. Oxir aytdim. Hodisa guvohlaridan biri jabrlanuvchini mashinaga solishga yordam beradi va unga tegishli yaroqsiz holga kelgan qo'l telefonini topadi va yaqinlarga xabar beradi. Suv bo'yida havo shunchalik sovuq, 10 daqiqadan ortiq turib bo'lmaydi. Jinoyat esa aynan shu hududda, Sirdaryoning Bekobod tuman hududidan oqib o'tuvchi qismida sodir bo'lgan. Gumondor marhumning jasadini shu yerga olib kelgan va suvga tashlab yuborgani aytilmoqda. Insoniylikni ham unutib, urib yuborgan shaxs bemorni shifoxonaga kiritmaydi. Ayolini yordamga chaqirib, o'ziga tegishli Matiz avtomobiliga o'tkazib, Sirdaryoning Farhod kanaliga tashlagan deydi yaqinlari. Sherik bo'lgan ayoli ham o'sha ukamni o'sha yerga olib kelib suvga tashlashiga, xo'jayiniga misol. Ancha endi misol nima deydi? Jinoyatni yashirgan, ham ichki ishlar xodimining ayoli u, ichki ishlar shu yerda xodim bo'lib ishlaydi ekan u, biz surishtirish mobaynida surishtirsak hammadan. Oper xodim bo'lgan ekan u, Dilmurod degan inson ekan, Dilmurod degan bola ekan. Mahalla aholi tanirgan bular, u bolani tanirgan. Maishatparastroq bola bo'lgan ekan. Mana shu mahalla aholi ko'pchilik aytibdi bizga, baliqchilar, mahalla aholi, choyxonachilar hammasi aytdi. Gumonlanuvchi 12-dekabr kuni qo'lga olingan. Ayoli ham jazoga tortilishi kerak. Nega sherik odam qolib ketaveradimi? Bitta xo'jayini bo'yniga olsa misol, ayol qolib ketavermash kerak. Kim sababchi bo'lgan bo'lsa, sherik bo'lsa, hammasi jazoga tortilishi kerak-da ular. Hozir yaqinlari bu ishda ishtirok etgan bo'lishi mumkin bo'lgan ayoli nega javobgarlikka tortilmagani, nega bu haqida rasmiy axborot berilmayotganiga qiziqyapti. Uni misol hamma ko'rib bilib turibdi, xabar topganlar bor, hamma eshitib turibdi. Misol ayoli ko'pchilikning fikri hamma ayoli qolib ketmash kerak jazosiz. Avtoavariya jabrlanuvchisiga tibbiy yordam ko'rsatilmadi. Vaqt boy berildi. Marhumning jasadi esa hamon topilgani yo'q. Endi topishga harakat qilyapmiz. Bu yerda mana biz harakat qilyapmiz. Qarindosh urug'lar, mahalladagilar, hammasi ichki ishlar xodimlari, bu yoqda MCS. Mana suvga hozir shunda qo'lingizni siqib yursangiz, suyangiz yashab muzlab ketadi-da. Shu MCSlar mana suv tagigacha tushyapti, lekin faqat nima deydi? Bu yerda muammolar shu qayiq yetishmayapti. Shunday to'qay joylari bor, u yerga odam qadami yetmaydi-da, qayiqda bormasa bo'lmaydi. Endi hozir mana ochiq joyda biron joyga ilinib qolishi mumkin emas-ku. Agar bo'lsa o'shanaqa joylarda bo'lishi mumkin. Bir haftadirki qidiruv to'xtagani yo'q. O'sha kuni ukam tirik bo'lgan. Guvohlar, ko'rgan guvohlar bor. Doktorxonalarga, bansalarga olib borganda tirik qolardi-da ukam. Bitta oilani boqsin yo'q qildi. Vahshiylikda bo'ldi deb o'ylab qarasangiz. Iltimos qilamiz, iloji bo'lsa mana shu yordam kuchlarini ko'paytirib, mana suvni kamaytirish kerak. Kamaytirsa, xudo xolasa chiqsa kerak agar nasib qilsa. Chiqadi degan umidda turibmiz, hammamiz shuncha nima qilishimizni bilmayapmiz to'g'risi. 7 kundan beri yo'q, havoni ko'rib turibsiz o'zingiz.
shu ichki ishlar xodimidan yordam bo'lyapti. Endi ko'proq ichki kuch kerak bizga. G'avvoslarmi, kemadanmi yordam, quruqlikdan, suvdan yordam so'raymiz hammadan. Kuchimiz yetmayotgandir, men kichkina daryo emas, ko'ryapsiz. Qidiruv bo'lyapti. To'xtab qolgani yo'q. O'shanga sal yordam so'raymiz. Suv oqimi kuchli, kanal ikki tomonga ayrilib ketadi. Qidiruv ham ikki tomonda olib borilmoqda. Marhumning yaqinlari suv oqimini vaqtincha to'sishni so'rab, bir qancha idoralarga murojaat qilgan. Mana shu suvni so'raymiz. Mana shuni sal kamaytirishni iloji bo'lsa kerak axir suvda. Shunda odam yetmaydigan to'qayzorlari bor, suv chiqib yotibdi. O'sha yerlarga piyoda bo'lsa ham kirib borib izlardik. G'avvoslar ham chiqib ketib qolyapti suvdan, MCS bolalar ham. Suv sovuqligidan, suv ko'pligidan. 90 kilometr masofada izlayapmiz. Yaga dash yo'l yo'q. 3 ta jari bor ekan, prямой. Inson deb o'ylamayman-da, u inson odamgarchilikdan deb o'ylamayman bu narsani endi masalan. Odam zot unaqa qilmaydi-yu, vahshiylikda endi u. Jasadni buni xo'rlab tashlash kerak emas-da endi. 6 kundan beri masalan 200 ta 150 ta odam izlayapmiz shu odamni. Mo'min musulmonmiz, barimiz ko'mishimiz kerak, janozasini o'qishimiz kerak. Yo'q shu jasad. Nimadir qilish kerak. 2 ta o'g'li bor, ayoli bor. Bitta boquvchi shu edi. Bolalar hali yosh hali bolalar. Qizini turmushga bergan, bolalar yosh hali. Oila boquvchisi bitta shu edi. Boshqa boquvchisi yo'q. Otasi 67 yosh. Otasining ahvoli yaxshi emas. Endi yo o'ligi yo'q, yo tirigi yo'q. Nima deb o'ylaysiz endi masalan hamma hech kimni unaqa ahvolga solmasin. Endi qonun doirasida hamma qilgan ishiga yarasha jazosini olsin deyapmiz biz. Az aniqrog'ini aytganda oilaviy sharoit juda ham achinarli holatda. Qisqasi yaxshi ish bo'lmadi-da, achinarli holatda. Mahallaga ming rahmat. Har doim o'zlari mashina ishlab, yordam tarasida kelib shunchalik mana jing'ilmidi, qamishmidi yurib qarashyapti. Ichki ishlarimiz tengma-teng yelkama-yelka yuribdi. Baribir qandaydir natija bo'lmayapti. 5-6 kundan mana aytganda ukalarimdek natija bo'lmayapti. Marhumni o'zi juda yaxshi inson edi. Juda birovga beziyon, hech kim bilan tortishganini, hech kim bilan yo'qolishganini men shu yoshgacha eshitmaganman. Yaxshi inson edi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.